Do'konni yopib qo'ysa to'g'rimi? Mana bu bizaniki emas. Mana bu ham bizaniki emas. Yo'q, bu meniki. Nima qilasiz ish tashlab? Mana bu sizlarniki. Organ xodimi? Qo'y. Shu chiroylimi hozir qilayotgan ishingiz? Qo'limdan tortib olish shartmi? Olib chiqib ketmayman, organ xodimining oldiga ketaman. Do'konni tark etdimmi? Olib chiqib ketasan. Tark etdimmi do'konni? Ha, chiqib ketasan. Balki mana bunaqa qilib chaqirmoqchidirman. Hop, tortib olish shartmi? Chiqib ketasan, tezkor. Agar chiqib ketsam biz bilan tashlaysizmi yo bo'lmasa? Yo'q, chiqsam hozir biz tashlaysiz. Sen biz bo'ladi. Oxirgacha bosish kerak. Oxirgacha talashishlari kerak. Organ xodimi qarab olasizmi? Ha? Otimni nima qilasiz? Keyin tanish bo'ldik-ku o'sha. Yo'q, men o'zim ko'rib. Otim Xo'jakbar ekan. Men chaqiryotgandim. Bo'ldimi? Yo bo'lmasa do'konni yopishayotgan bo'lsa ko'chada qilamiz ham qilagan ishni. Zo'raga borib, chetda bemalol o'tirib, tekshirishga yozib bering, bo'lgan. Mana mana shu yerda shu o'zida qabul qilsangiz bo'ladi. Men ketadigan joyim bor, tushuntirish xati yozishga to'g'risi vaqtim yo'q. O'zi siz majbur demang, suratdagi. Keling, ketdingiz. Sizga salom. Do'konni yopishdim. Yuqorida ko'rsatilgan manzilda tekshirib, qo'ng podrobni yozib berasiz bo'lgan holatda oxirigacha. Yo, og'zaki ketaman, yozib bera olmayman. Yozib bering. Ha, yozib bering, og'zaki ketaman. Kelinglar, biz o'z sotib olgan narsalarimizni utilizatsiya qilamiz. Udobniroq joy ham yo'q ekan, nimadir qo'yaman desa. Ha? Ya, pulimni hali olmadim. Utilizatsiya qilgandan keyin pulimni olaman. Yuqorida ko'rsatilgan manzilda oilaviy Aha. Ha, o'sha o'qimoqman hozir. Turib turing, yetib turing. Ha, bo'ldi, yetdim. Ha, millatim o'zbek. Ha? Sudlanmaganman, yo'q. Siz hozir haqorati bo'yicha Yo'q, muddat o'tgan tovar bo'yicha. Birinchi o'chirdan haqoratga ham yozdik hozir. Men muddat o'tgan tovar bo'yicha bermoqchiman. o'tga yozdingiz ariza. Endi o'sha narsani siz yoritib, tushuntirish xatida yozib berasiz. U muddat o'tgan bo'yicha alohida qabul qila olasizlarmi bo'lmasa? Uni o'zlari borku, avval bor, siz bor. o'zini tashkil. Yo'q, o'sha aytayapman-ku, 11-moddaga asoslangan holda sizga ariza topshiraman, siz ularga yuborasiz deb. Nimasiga kerak? Xo'p. Oldik.